Bugün Yangi Bozor Bostan degan yerindaman. Hurmatli aziz obunachilar, bu yerda 825 metr kvadratli hovli joyimiz bor ekan, sotiladigan do'stlar. 8 xonali, ko'rib turganingizdek ajoyib zo'r yerda joylashgan. Gaz, svet, suv, hech narsada muammo yo'q. Qo'shimcha огородlari, mo'ldek yerlargacha bor ekan. Oltin baliq kafedan to'g'ri kirib kelsangiz, shu yerda yo'l ustida bu Bostonning. Bu yog'imiz esa O'zbekiston svetoforga chiqadigan yo'l. Hozir joyni obzor qilib tanishtirib o'taman. Kim olaman desa, bemalol telefon bog'lansangiz bo'ladi. Chosonga berjaq, shokolad kelishuvlari shu qarshimizdagi joy sotiladi do'stlar. Ajoyib buni. Zelen zonalar ham bor. To'qlar kelib turibdi, konditsionerlar hamma narsasi bor, skvajinalar ham bor ekan, vodoprovodmi bilmayman shundaylar. Shularni o'zlaringiz bir narsalarga foydalanasizlar. Oyog'imiz tegib, stiyashka bo'lgan. Tapchallar bor, mana o'tiradigan. Hozir uyning ichki qismlarini ko'rsatib o'taman. Joyimiz sirtqi fasadi eksoda turibdi ekan. Uyimiz devaraklari kamera bilan o'ralgan do'stlar. Shundan kirib, tanishtirib o'tamiz. Oyog'imiz teggan stupinka. Birgalikda ko'ramiz do'stlar. Hozir kirib kelishimizdan yonboshimizda kiyim qo'yish rasyokasi bor ekan buni. Garderobi. Sizlar bir ma'lumot bersangiz joyingiz haqida. Tozadan remont bo'lganmi yo bu yer? Tozadan remont bo'lgan. Hali yaqinda ko'chib o'tganmiz, 1-2 yil bo'lgan. Ya'ni kirish qismimizda, o'ng qo'limizda sanuzel joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Yonimizda hamma sharoitlari bor. Gaz, svet, hamma narsamiz. Yozda issiq, qishda salqin bo'ladi. Dalamiz yana Общий 8 xonalimi deb? Общий 8 xonali. Bu yoqimizda zalimiz. Bir zal ha? Zalimiz hamma nalar bilan qilingan. Bu yerda sotganda nima narsa bilan sotasiz? Qoldirib olaman, ikkitadan verjangiz bormi? Qoldiradigan verjarim bog'li, hamma narsasi qoladi. Общий hamma narsasi qoladi. Bir kiyim-kechakim, posudalarimiz, ko'rpa to'shaklarimizni olamiz. O'zingizga kerak narsani ikkitasiz. Uyimizda nima bo'lsa hamma narsamiz qoladi shu yerda. Yana shu bir televizorimiz olishimiz mumkin, shu zaldagi boshqa hamma narsa qoladi. Bu televizorimiz hammasi Wi-Fi-ni hamma narsa ulangan, kameraga ulangan, shu televizorimiz ham. Uylar remont bo'lmay qolgan ekanda. Endi bu planimizda nodon bo'lgan bu joy, kirbishdanmi, loydanmi? Loydan bo'lgan bu yerlari. Kuxnasi mana do'stlar. Kuxna. Mebellar nacha turibdi mana, ajoyib gazlari bor. Gaz plita hamma narsamiz toza qo'yilgan. Qizama qishda bo'lib bataryalar? 100% garantiyali. Qishdadim issiq bo'ladi. Bizlar kam tok bilan kamdan ishlatamiz. Gaz. Yana bu yerdan ko'chaga chiqib ketamiz. Bu ko'cha qismi. Bu yerda Toshkent Pasoni deb o'zlarimizga qulaylikni uzatganmiz. Planlashtirib havo. Bog'mi bu? Bu yoqda shu qolgan xonalarimiz, endi bular yarim ta'mir holatida turibdi. Bu yerda remont etish kerak. Remont yarim ta'mir holatida turibdi. Bu xona ko'p ekanmi? Shu bu yerda oddiy o'zi uchun ne bor yana? Sanuzel. Bu yermi? Joylari sanuzel qilish uchun. Bir 3 xona, 3 spalni ham mo'ljallangan. 3 spalni uchun bir sanuzel qilingan. So'ng addini solingan o'xshaydi, ha? Yo'q, hamma yer bir solingan. Endi bir chetdan remont qilib kelganmizdan. Yaxshi. Ya'ni o'sha hamma yeri yaxshi taxtalar bilan ne qilib, tiylari steyashka bo'lgan. 3 xonaning ham tiylari. Buni tiymi, qo'li tiy. Hamma yeri steyashka bo'lgan. Hamma yeri steyashka bo'lgan tiy. 4-5 sm qilib steyashka qilingan. Mana bahasini chizim deyapsiz. 1 milliard 250 ming so'm deb turibmiz, kelishlarimiz. Bu ko'cha qismi yana shu dam olish uchun bera chertak nelar qilingan. Bog' tarafimiz bor. Bu bog' tarafimiz hamma yeri o'ralgan yana. O'sha ko'rib turganingiz o'sha tarak bor-ku. Shu tarakadin bizlardagi. Bu molxonangizmi? Molxonam oldi ko'tarilgan, yana tayyor holatda turibdi. To'g'ri molxona solish mumkin. Bu yerlarimiz esa bog' qilganmiz. Ya aytib o'tganingiz, ha? Qo'shimcha tomorqamizni bog' qilib qo'yibmiz, yana. Qo'shimcha mo'ldagi bu joyning orqa yog'indagi mo'ldak bu do'stlar. Yana foydalanish uchun bu hovuzlarimiz qilingan 500 kvadrat metr. Hozir bundan foydalanib turibmiz, ichida baliq bor. Bu yil hisobimda o'zi 70 kilolik baliq tashatganmiz, chavoq. Endi ichida o'zini o'ldirib aytgan baliqlar ham ko'p. Suv kelib turibdi, bu yerga polni oyoq suv chiqadi. Xudo xolasa esa kelsalar, ko'rib, gaplashib
Gelişip Kamera berərimiz. ornatılgan ekan. Hem yerimizde kamera ornatılgan. Ha, birden şu neler ötedi avtobus, marşrutkeler yürüttü. Bostan damazları var. Aa. Neler Avtobus yürüdü Açakalar- xullas birden yol üstü. Açakalar hava iniş yoldan Açakalar avtobusu ötedi. Urgenç Açakalar. Mektep Bakçaga yakın Mektep yerde Bakçaga joylashgan. yakın. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganingizdek joyimizni tanishtirib o'tdik. 825 metr kvadratli hovli joyimiz bu. 8 xonasi. Qo'shimcha mo'ldaklar yerlari, hovuzlari bor ekan. Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol telefon urib joyda olsangizlar bo'ladi do'stlar. Kelishilgan narxda beraman deb turibdi. Glowy joy har tomonlama o'ng'ayli. Shu aytib o'tganimdek, bog'cha, maktab hamma narsa zo'r yerda joylashgan. Avtobus ham o'tadi bu yerda. Mashinalar ham harakatda bu yerda. Bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Ajoyib yashayverasizlar do'stlar. Joningiz omon bo'lsin, sog' bo'lasizlar.